yana odimlaydi soat millari. Hayot sabog'ini eslatar go'yo, Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Xonalaringizga yana bir bor xayrli kun deyman. Azizlarim, hammalaringizni bayramlaringiz muborak bo'lsin. Yaxshi keldilaringizmi? Qanday kelinjon, yaxshimisiz? Shahnoza kelinim olajon, yaxshi. Biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yeloshi, tark etmasin yana yeloshi. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yeloshim, tark etmasin yana yeloshim. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra, nigohlarda bayram jilosi porlar. Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z, unga hamohang raqs tushar qorlar, hamohang raqs tushar qorlar. Yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra, nigohlarda bayram jilvasi porlar. Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z, unga hamohang raqs tushar qorlar, hamohang raqs tushar qorlar. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Nurxon. Yomon kunlarda Alloh taolo saqlagan o'tirishlarimiz hamisha
bardavom bo'lsin, yomon kunlardan Alloh saqlasin. Yaxshi kunlarda hammalaringizga yangi yil muborak bo'lsin. Bizlar kelgan mana shunday davrlar minnatdor. yangi yil yurakka sig'ar hazil yangi yil shu shodonlik bezachil yangi yil dilda mehrdir faqat ko'ngil to'la muhabbat yangi yil dilda mehrdir faqat ko'ngil to'la muhabbat yangi yil yaxshilikni bildirar yangi yil bizga omad keltirar yangi yil orzular topar qanot go'zal yana bu hayot yangi yil orzular topar qanot go'zal yana bu hayot yangi yil baxt olib kelar yaxshi kunlar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, oilamiz omon bo'lsin. Mana shunday o'yin kunimiz yildan-yilga ko'payaversin, bir-birimizga mehr-oqibatimiz ko'tarilsin. Bayramlar muborak. Assalomu alaykum hurmatli onajonlar. Oqdaryo Navolari ansamblining a'zolari, she'r yuraklar, shoirlar, xotinlar. Savgina kechganim uchun havaskorlar, muxlislarimiz ham bor ichimizda. Savgina kechganim uchun uzr. Hammalaringizga kelayotgan yangi 2016 muborak bo'lsin. 6-yilda barakali yil deyapti. Barakali bo'lsin. Xush kelibsizlar, davramizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan birgalikda mana shu shart ba'zi vaqtlarda boshqa mehmonlarimizni tabriklaymiz. O'tirgan mehmonlarni. Va o'zimizni qo'shiqlarimiz bilan, shtirlarimiz bilan ham o'zimizni xursand qilamiz, ham muxlislarimizni. Xush kelibsizlar, davramiz yaxshi bo'lsin. nbkstudio.uz Yana odimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas hayot. Xolida Daminova. Sog'intirib keladigan qizimiz. Keling. Qarang mana. Ot yilida o'tib ketasiz, oyog'ingiz og'rimaydi. Sizga yangi yilga bitta sovg'amiz bor. Chiroyli bo'lasiz. Kechgani uchun Yarashdi. Boshqa a'zolarimiz xafa bo'lmasin, chunki xonandalarimizga masalan Donaxon Asqarovaning ro'moli bugun kelolmaydi. Qolganlarni ulashamiz.
Avcıda hacı anamız ya. Sog'inamiz yorim so'zlarini sizga aziz do'stlar siz yurtdoshim shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin tark etmasin yana yaxshi tark etmasin yana yaxshi Sog'inamiz yorim so'zlarini sizga aziz do'stim aziz yurtdoshim aziz zaminga fayzlar yog'ilsin baxtlar tark etmasin yana yel oshib tark etmasin yana yel oshib yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon diydor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon diydor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra nigohlarda bayram jilosi porlar qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z unga hamohang raqs tushar qorlar hamohang raqs tushar qorlar yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra nigohlarda bayram jilvasi porlar qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z unga hamohang raqs tushar qorlar hamohang raqs tushar qorlar yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon diydor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon diydor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor Mana shu 2025 yil ajoyib o'tdi san'atkorlar. Mana bu shoirlar uchun. Endi mana bu kelayotgan 2026-yilimiz ham albatta muvaffaqiyatli, sermazmunli, serhujjatli, yaxshi o'tishiga men tilakdoshman. Hamisha ana shu bunaqa shoirlarga omad yor bo'lsin. Xalqiga ham mana shunday o'ynatib kuldirib qo'ygan prezidentimizga ham, elimizga ham, yurtimizga ham tinchlikni hadya qilgan prezidentimizga mana shunday o'yin kulgilarni, mana shunday yurtimizni tinch qilgan birinchi prezidentimizga rahmat. Mana shu ansamblimiz a'zolari bir-biridan go'zal, bir-biridan shijoatli shoiralar u kishilarga hamisha omad, baxt yor bo'lsin. Oilasi tinchlik, xotirjamlik bo'lishini tilab qolaman. yangi yil dilda mehrdir faqat ko'ngga to'la muhabbat yangi yil yangi yil yangi yil
yana bu hayot. Yangi yil, yangi yil, yangi yil. Yangi yil baxt olib keladi. Yangi yil qolmaydi armonimiz. Zamin tinch, musaffo osmonimiz. Hammaga quvonchli bo'ladi ushbu yangi yil. Tarona.net taqdim etadi. So'nggi soniyalar o'tib bormoqda. Yana tezlik bilan bu yil ham bizdan ketmoqda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Azizlarim, onaxonlar, shoiralar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Bugungi davramizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hammamizni 2026-yil yangi yilimiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Barchalaringizni xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlikni tilayman. Hammalaringizni farzandlaringizni huzurlarini ko'rib yurishlaringizni tilayman, azizlarim. Qish keldi, kuzgacha ming talosh keldi. Daraxtlar bo'ychaydi, yalang bosh keldi. To'kilgan xazonlar ko'kka yuz solib, qahraton rangida sho'rdek yosh keldi. Mag'rur yuqtagida tutib osmonni, shafaqqa tek boqib tog'lar tosh keldi. Burgut qanotida jumla jahon to'ktirib oyoqda. Safdosh, ming safdosh keldi. Azizlarim, xush kelibsizlar. Ustozlar, xush kelibsizlar. Oqdaryoning so'lim go'shasiga, shavqi saraniga xush kelibsizlar. Ustozlarimiz, sizlarga ta'zim qilamiz. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin, azizlarim. Hozir endi so'z navbatini ustozimiz Oygul Mamatova beramiz. Barchalaringizni o'zining xalq so'zlari bilan yangi yil bayramlaringiz bilan tabriklaydilar. Rahmat, azizlarim. Assalomu alaykum. Ivo navolari ansamblining ishtirokchilari, bugun bayram hechbir salomlashsak salomlashamiz. Shirinliklar, Oqdaryoning shoirlari. Hammalaringizni yana hurmatli yangi yil bilan tabriklayman. Bizning bu davramiz an'ana bo'lib qoldi. Har yil yangi yilda mana shunday katta zavqlar bilan eslaymiz. 25-yil hammamiz uchun juda chiroyli yil bo'ldi. Konsertlar yili, qo'shiqlar, she'rlar yili, kitoblarimizni chiqardik. Meni yubileyimni o'tkazdik. Hammalaringiz oxirsoman, juda xursandchilik ko'p bo'ldi. She'rlarga ham, oqdaryolarga ham yangi mavzular qo'shildi. Meni hujjatlarim mana shu ba'zi vaqtda o'tgan hamma ayollarga ko'pincha sizlarni yangi yil bilan tabriklaymiz. Oqdaryo navolari, Oqdaryo shoirlari nomidan san'atkorlar hammalarini tanishsizlar. Oynalarni yubormadi, yo'qotdilar. Sizlar hammalaringiz ba'zi vaqtda buyuk bayramimiz birga bo'ladigan bo'ldi. Qo'shiqlar, she'rlar ishlasizlar, yurtlasizlar, navbatingiz o'zlaringizdan chiqmanglar. Gapirasiz mumkin, onaxonlar. Bugun shahardan kelgan mehmonlarimizni tanishtiraman. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, bizni hammamizga ustoz, hammamizning ustozimiz Hamidova Karimova. A'zolari O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi nomidan ham Samarqand yozuvchilar uyushmasi nomidan tashkil etilganlar. Bu kishining yoshlarini aytsa, juda ulug' yosh, 88 yoshda biz bilan birga.
sizlarga uzatmoqchi bo'lamiz. So'zni men Hamid opaga beraman. Hamid opa, mana shu yerda bitta shogirdingiz o'tiribdi. O'rnidan kelsa tanisizmi? O'rnidan kelsa tanisizmi? Eslayapman. Mana shuni tanisizmi? Yaqinroqqa keling. Ko'rishing. Sizni shogirdingiz o'xshab yordam berishib ishlar topshirib bizning o'zimizga nima azizlar, hammalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yil ekan, hammalaringiz kuchli bo'lib, ishlab, g'ayratli bo'lib, ishda, ijodda birinchi to'rga bo'linglar. Noyish, o'qdan yo'q, hozir Oygul Mo'min bilan safarga juda yaxshi bo'lib ketdi. Ayniqsa To'yimiz bilan ziyorat ochgandan keyin hammamizga xursandmiz. Yangi yil sizlarga sog'lik, tinchlik, omonlik va omad olib kelsin. Hammalaringizni kirib kelayotgan mana 2026 bilan tabriklayman. Barchangizni oilalaringizga sog'lik, salomat, daromad, baxt, saodat tilab qolaman. Bu osmon ostida azizdir inson. O'tar ketar tashlab Jismimizni jon, barchalarda davosi. O'tkinchi dunyoda barchamiz mehmon. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar, azizlarim. Quvonchdan bahramon shoshadi yurak, tuyg'u tomoshalar tinchlikdan darak. Quvonchga to'ldiring baxt ostonasin, yashirman ko'ngilda ne bo'lsa tilak. Do'stiyor birlashib bo'lsa bir bilak, mehmon azizsiz o'rningiz bilan. Dunyoda eng shirin so'z nima? Bir og'iz shirin so'z, go'zal bir tilak. Tabriklaymiz bayramingiz, butun chiyli ehtirom. Sizga qaynoq qalbimizdan dunyo qadari assalom. Assalom ey yaxshi kishilar, qutulib qadam kishilar. Bugungi qutlovlarim she'rim siz uchun, yig'lab to'lgan muhabbatim siz uchun. Orzu-yu umidim, sevgilim siz uchun. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yangi yil muborak bo'lsin. Hammani uyiga yangi yil Balonasi yangrasin. sog' bo'ling. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Bayram dasturlarimizni va dasturlarimizni boshlaymiz. Marhamat, sizlarga xizmat qiladi. Qurbonova Igatoyeva hamda Shahnozaxon Rasulovalar. Marhamat, biz yil bayram qilamiz. ustoz boringizga shukur. Oqdaryoning eng lider ayoli, eng humanist ayoli, eng xalqparvar ayoli, eng bayramlarni sevuvchi, eng ayollarimizga motivatsiya beruvchi ayoli, xotin-qizlar birinchi lideri Oygul Mamatova. Rahmat ustoz. Boringizga shukur. Daryo malikasi desangiz ham Oqdaryo malikasi tumanisi bugun malikasi. O'tgan yili shunaqa zo'r ajoyib bayram bo'lgandiki, hamma shogirdlarimiz mana shunday davramizda edi. Hozir esa galni ayollarimiz qo'liga oldi. Bugungi bayram dasturini har bitta ayollarimizdan, har bitta uy bekalarimizdan, har bitta onaxonlarimizdan eshitamiz, bayram tabriklarini eshitamiz, o'zini qalb so'zlarini eshitamiz. Hammalaringizga so'z navbatini beramiz, azizlarim. Qo'shiqlar bo'ladi bugungi davra
bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Har bitta aytgan dil so'zlaringiz va mehrlaringiz uchun ta'zimlarmiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Endi hozir navbatni eksklyuziv yangilikka beraman. Eng xush ovoz xonandamiz Gulrabova Tirkashevani Mushkuldir degan qo'shiqlarga beramiz navbatni. Azizlarim, eshitamiz, o'ynaymiz, kulamiz. Bayram kayfiyati hammalaringizga yor bo'lsin. Rahmat azizlar. Raqsida juda ham go'zal malikamiz bor. Oqdaryoning uchar qishi, chiroyli, latofatli Shahnozaxon Rasulova raqsida ijro etadi. Gulrabova Tirkasheva. Keling, Shahnozaxon. Assalomu alaykum hurmatli Oqdaryoliklar. Mana hozirgina biz Oqdaryoning ikkita qanoti bo'lmish Oqdaryo navolari hamda Sher yuraklar guruhi birgalikda yangi kirib kelayotgan 2026-yil nishonlandi. Kelayotgan yil hammaga barakatli, omadli, yaxshi kunlarni olib kelsin. O'tgan 2005-yil bizga katta omadlar olib keldi. Bir necha marotaba O'zbekiston hamda Samarqand televideniyada chiqishlar qildik. Hamda juda ko'p viloyatimizning ba'zi rayonlariga bordik, viloyatlarga borib o'zimizning san'atimizni namoyon qildik. Kelayotgan yangi yilda esa bundan ham katta rejalarimiz bor. Bularni hammasini amalga oshirish uchun qo'limizdan kelgan barcha kuchni sarf qilamiz. Qutlug' bo'lsin yangi yil, yangi quvonch, yangi o'y. Bayram tusiga kirgan har ko'chada quvonch to'y. Qo'shiq aytmayin nechun, hur yurtim ozodaman. Raqsga tushmayin nechun, Nodira avlodiman, Uvaysi avlodiman, Nurxonlar avlodiman. Zamonamizning, Oqdaryomizning Uvaysilari, Nurxonlari, Nodiralari ijodlariga hamisha muvaffaqiyat, omad tilab qolaman. Yangi yil qutlug' bo'lsin.
Bahar günlerini dilrayman, hayır bahar günlerini dilrayman. Men seni gullarga, men seni gullarga, men seni gullarga dilrayman. Men seni gullarga, men seni gullarga, men seni gullarga dilrayman. Ateşine daldan pişman bulmuştum. Ama sen oynayın, gülgün. Senin kalbinin altına sarılın canım. Senin kafaların ayırmaz sarılın. Kalbin sen bir kalpsiz yürüyemem. Hayır kalbin sen bir kalpsiz yürüyemem. Kalbini hiç kimde, kalbini hiç kimde, kalbini hiç kimde bilmeyemem. Kalbini hiç kimde, kalbini hiç kimde, kalbini hiç kimde bilmeyemem. Ben seni aylarga, ben seni güllerge, ben seni hiç kimde bilmeyemem. Başlara kara yüz, İstanbul'a kıyamam. Başlara kara yüz, İstanbul'a kıyamam. Yüzsüzün aklın, yüzsüzün aklın. İstanbul'a kıyamam, İstanbul'a kıyamam.
Mana biz kirib kelayotgan 2026-yil bu sag'asida turibmiz. Bu yil olovli ot yili. Mani yilim ya'ni olovli ot yilida tug'ilganman, oltmishga kirib. Alloh nasib qilsin. Mana bu o'tib ketayotgan 2025-yilimiz hamma uchun juda ham yaxshi yil keldi. Bizlar Oqdaryo navolari guruhimizning repertuarlari juda boy edi. Yangi qo'shiqlar, raqslarga to'ldi. Har xil telekanallarda chiqishlarimiz bo'ldi. Allohga shukr yetkazganiga. Mana keyingi kirib kelayotgan 2026-yilda ham hamma uchun juda ham chiroyli yil kelsin. Ilohim tinchlik, sog'lik, osmonimiz musaffo bo'lsin. O'yin kulgidan ayirmasin Alloh. Har doim mana shu xalqimizning xizmatida bo'lib yuraylik doimo. Hammalaringizga katta rahmat, tabriklayman yana bir bor yangi yil. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar Tark etmasin yana yil oshib, tark etmasin. Sahra
yangi yilimiz ham yaqinlashmoqda. Mana shu 2026-yilimiz ot yili. Otday barakali, sirhosil, sirsov, eng yaxshi muvaffaqiyatlarga boy yil bo'lishini istayman. Mana shu Bog'daryoliklarni, O'zbekiston ahlini, barcha vatandoshlarni 2026-yangi yil bilan tabriklayman va muvaffaqiyatlar tilayman.
To'g'ri aytganga beri yurasiz. Ya, o'zimizda mana shu o'zbek xalq qo'shiqlari ko'proq aytish uchun zo'r aytyapmiz. Rahmat sizlarga. Shuning uchun qilsam bo'lsa, bir xorimga barakan, xorimga chayqalayapsiz. Endi o'zini meni savolim shu bilan tugaydi, qolganlar savol tayyorlab tursin. Ikki tomon yana bitta savol. Siz bilan bitta savol tayyorlab turinglar, ularni kelishingizda. Xo'p, sizlarga aytaman. Helilla yorim qo'ygansin, helilla yor, helilla. Sochlari dilga turg'ansin, helilla yor, helilla. Sochlari dilga turg'ansin, helilla yor, helilla. Kimda o'l ekan?
Prezident yoshlikda. Muhabbat sizlar Sabır
kızlarını Mayli mani boşun bırakın dünya Mayli mani göz yaşları bulsun derya Ömür kadri can canından öpsün ama Bir ömürge alışmasın kızlarını Bir ömürge alışmasın kızlarını Günden gün yaxşı Adam
yillik fotidan. Yangi yil ham kelyapti, qor ko'rinmaydi. Baba ham kelmoqda, sovg'a salomi bilan. Qor qiz yonimda, ammo qor ko'rinmaydi. Qor ko'rinmaydi, qor ko'rinmaydi. Aşkara gitsen yar görünmeydi, yar görünmeydi, yar görünmeydi. Nurxon sizdan bir nima deying, shuni aytasiz. Kim yana aytmoqchi bo'ladi? Eshitib turadi ekan. Qo'shiq aytasizmi? Ya, she'r aytamiz. Yangi yil tug'ildi, yangi saodat. Do'stim, qo'lingga ol hayot jomini. Davomlari oshaylik, yana salomat. Yillarga iltaylik, yillar salomat. Yillarga iltaylik, yillar salomat. Mana shu yangi yilimiz hammamizga omad olsin, yangi safarlar olsin. Hammaga omad tilayman. Hammalaringiz baxtli, omadli yetsin, baxtli, omadli bo'linglar. Yangi yil muborak bo'lsin, yangi yillaringiz bilan. Hammaga mana shu kelayotgan yangi 2026-yil hammamiz ularga tinchlik, xotirjamlik, quvonchlar, baxt, omad, muvaffaqiyatlar olsin. Sog'lik, salomatlik olsin. Hammalaringizni 2026 muvaffaqiyatli yangi yil bilan tabriklayman. Assalomu alaykum. Hammalaringizni kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Kelayotgan yangi yilimiz hammaga sog'lik, oilaviy tinchlik va ijodda, hayotda omadlar olib kelsin. Hammalaringizni yangi yillaringiz bilan qutlayman. Yangi shoiralarimizdan Hammalaringizni kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Yer yuzimiz tinch bo'lsin, hammalaringiz safaringiz buzilmasin, yana ham ko'payaversin. Hammamizga qutlug' kelsin, ona zaminimiz tinch bo'lsin. Mana bu yilga 2025-yilimiz juda qutlug', juda barakali, juda ajoyib keldi. Hammani xonadonda o'zgarish, mana o'tirishimizda meni qaytman. Grupamizda ham juda ajoyib yangiliklar bo'lyapti. Mana qatorimizga qator yangi shoiralar qo'shilyapti. Bu yilimiz ham 2026-yilimiz ham xud barakali kelsin. Avvalo Alloh yurtimizni tinch qilsin, farovon qilsin. To'kin sochimlik bo'lsa, mana shunday to'kin sochimlik bilan dasturxonlaymiz. Hamisha baxt, omad orqamizda quvlab yursin. Hammangizga baxt tilayman. Aziz onaxonlar, opa-singillar, avvalo hammalaringizni mana shu kirib kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Oilaviy xotirjamlik, baxt, sog'lik, to'kin sochinlik sizlarga hamisha hamroh bo'lsin. Bir qatorgina she'r aytaman, men she'r yozaman. Bugun o'zgachadir jilg'ayoqlar. Bugun o'zgachadir borliqda hamda. Bugun ko'zlarimda hatto quyosh ham shafaq gulshanida. Qarang chaqirda. Yangi yil yaxshi kayfiyatda bo'lsin. Zarina Mubarova, yosh shoiralarimizdan xonandalar. O'rgilak kelsa ham kulsa ham yoki jon baxshitsa ham o'ldirsa ham o'rgilay kuydirsa ham kuldirsa ham yoki jon baxshitsa ham o'ldirsa ham yonma-yon o'tirmasa mayliga rozi erdim ro'baru yonma-yon o'tirmasa mayliga so'zlasa
gapirmay tursin o'ldiray mehri kuya gullar ara ishq oftobidek kuydirsin o'rgilay kuydirsa ham kuldirsa ham yoki jon baxshitsa ham o'ldirsa ham ko'zlarim bilmas boqib ruxsoriga men bilan yuz yilcha davron sursin o'rgilay kuydirsa ham kuldirsa ham yoki jon baxshitsa ham o'ldirsa ham o'rgilay kuydirsa ham kuldirsa ham yoki jon baxshitsa ham o'ldirsa ham men bilan yuz yilcha davron sursin rozi erdim ruhbaru o'ldirsam yaxshi o'tirdikmi? Bayramlar ko'ngildagidek bo'ldimi? Hali yana bir xumarda tarqib raqsga tushasizlar, xudo xolasa, lavuzlarni o'ynaga o'ynaymiz endi. Hammalaringizga katta rahmat. Bitta e'lonimiz bor. Mana shu Oqdaryo navolari ham she'riyatlarni ham qarang, shunday bir yaxshi jamoa bo'ldik-da. Xudoga shukr, homiylar ham chiqyapti, kiyimlarimiz ham chiroyli, reportajlarimiz undan ham chiroyli. Shu respublikada eng yaxshi ansamblga bir she'rlar nimasiga ijodiy guruhga aylanyapmiz-da. Shuning uchun biz bitta reja qildik. Bir konsert qildik, bilasizlar, mahallalarga chiqib konsert qildik. Shundan keyin konsert qilganimiz yo'q. Bu yil xudo xolasa mana yanvar oyi boshida Toshkentga borib kelamiz. Bu qaqnoz ko'rsatuvga chiqamiz va bitta konsert programmasini qilib kelamiz. Fevral oyida 7-fevral kuni Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuniga bag'ishlangan katta konsert madaniyat uyida qilamiz. Biz bilet sotishimiz kerak. Mana shu davradagilar yordam beringlar bizga. Mana shu yerda necha qatnashsa ro'yxatimiz bor. Ro'yxatdagilarga tekin bilet. Mana shunda 31 kishi bo'ldik. 31 kishiga 31 ta bilet tekin. Baribir shuni tarqatib beramiz. Iltimosimiz, qarindoshingizni, shundaymi, do'stingizmi kelaman degan juda ko'p mahallalarda-da. Biz bitta joyda konsert qilamiz. 50 mingdan belgiladik. 4 ta odam topib keling, o'zingiz bilan 5 ta bo'ladi. Sizga tekin 4 ta odam 50 mingdan olib keladi. Tushunarlimi? Ana shunday qilib bitta konsert tashkil qilsa, hammamiz kiyimimiz yana chiroyli bo'ladi. Mana shu ansamblga katta yordam bergan bo'lasizlar. Tushunarlimi? Malol kelmaydi, hech kim kelmaydi. 4 ta odam topiladi mahallangizda, ishqibozlar. Va biz bilan birga Azimjon Quvondiyev konsertda qatnashadi. Shuni bilib qo'ying. Va Toshkentdan yana bitta yaxshi xonandamizni olib kelamiz. Nigora Orzimurodova keladi Toshkentdan. Shunday qilib 7-fevral kuni katta konsert. Mana shu yerda onaxonlar uchun 8 ta xonandamiz bor, 4 ta raqqosamiz bor va boshqalar ham qarang, hamma biz bilan birga o'ynadi-da, maza qilib ketdi. Rahmat aytib ketdi. Mana shu yerdagilar hammasi rahmat aytib ketdi. Tekin konsert. Xuddi shunday 50 mingga o'sha yerda katta konsert beramiz. Sizlarning yordamlaringiz bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Berganlaringizga rozi bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir mana qizlarimiz Alisher bilan hisoblashib keldi. 0 hech kimda zarari ham yo'q, foydasi ham yo'q. Deganimiz hal bo'ladi-da, endi maza qilib o'yin qilamiz, tarqaymiz. Yangi yil yaxshi yil kelsin, ot yili barakali kelsin. Hamisha birga bo'lamiz. O'sha Oqdaryo Navolar Telegram guruhiga qatnashib turinglar. A'zo bo'lmaganlar a'zo bo'lsin. Muhabbatxon, rahmat sizga bunday aytibsizlar. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz, yangi yilni yaxshi kutib olamiz. Hamisha birga bo'lamiz. Sog'lik, salomat. Rahmat hammalar. Allah'ım etkenlerimizde rahmeti versin. Cennetten kılsın. Dünyalarımızı yaxshi qilsin. Arzonchilik, bilinchilik qilsin. Mana shu buyurishida ko'pinchilik bo'ldi, mevalar serob bo'ldi, suvlari yaxshi bo'ldi. Allohim uzoq yillar ham shunday bo'lsin. Yaxshi qut baraka bersin. Hammani o'z qoriga tinchlik bersin. Fayzi barakat bersin. Mushkullarini oson qilsin, hojatlarini ravon qilsin. Kimniki mana shu
ezgu niyatlari bo'lsa, amalga oshmayotgan o'ylab yurgan orzu niyatlari bo'lsa, Allohim osongina orzu niyatlarga erishtirsin. Amin desa shunaqa odamlarga. Allohim hammaga sog'lik, salomatlik bersin. Hammamiz farzandlarimizni kamolini, havaslarini, to'y tomoshalarini ko'rib yuraylik. Farzandlarimizga ham, jurt halollaringizga ham, o'zlaringizga ham Allohim ikki dunyo baxtini bersin. Allohim qarzdan, kambag'allikdan, kasallikdan panohida saqlasin. Mana shu 2026-yilimiz serbaraka bo'lsin. Esda qoladigan darajada eng yaxshi kunlar bo'lsin bu yilda, Xudoyim. Hammani nimaiki niyati bo'lsa, Alloh niyatiga erishtirsin. Hammamiz yaxshi kunlarda uchrashaylik. Mana shu yig'ilishlarimiz davomli bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Kasallarga shifo, baxtsizlarga baxt bersin Xudoyim, omadsizlarga omad bersin. Muvaffaqiyatlarga erishib, faqat yaxshi kunlarda La rura,